Bir oy oldin xuddi shunaqa uchastkani 200 ming dollar e'longa chiqargan o'zida 190 ming dollarga baraka bo'luvdi-da. Xuddi shu mahallada mana shunaqa uchastkada, bu ham yangi 2,5 sotuvli uchastka, ko'rib turganinglardek, mana kiraverish paradni eshigi bo'lsa, yonida avtomatik darvoza, hovli uchun sanuzel, kotelning xonasi ham shu yerda joylashgan. Bitta yozgi oshxona, uyimizni tegi yaxlit yer to'la qilingan, bitta yashil maydoni, paliflari ham chiqarib ketilgan. Shundoq kirib kelamiz, kattagina hol bilan boshlanadi, ko'rasizlar. O'yintilar cho'pi pol qilingan ekan, chap qo'lda bizani oshxona bo'ladi. Mebellarni qo'yib olsanglar bo'ldi. Tayyor holatda turibdi. Shundan yurib kelamiz, podvolga tushib ketirish. Podvol yaxlit qilingan, 3 ta xonaga bo'lib qo'yilgan. Podvolni ham yashash uchun ham foydalansanglar bo'ladi. Yurib kelganda mana bu bitta sanuzel, vannalargacha joylashgan, ko'rasizlar. Yonida bitta yotoqxona, orqa taraf hovlisi ham bor. Qo'g'aylar uchun ham joylarni tashlab ketilgan. Xullas mana bu mehmonxona bo'ladi. Hozir ikkinchidagi chiqib uni ham ko'rsatamiz. Shundoq ko'tarilamiz, mana bu hol bo'ladi. Hovliga qaragan balkoni ham bor. Ko'rasizlar, bitta yurib kelamiz. Mana bu birinchi xona, ikkinchi qavat uchun. Ko'rasizlar, oyontiga gilamlarni ham solib qo'yishgan. Yonida bitta yotoqxona, detskiy qilib qo'ysanglar. Alohida sanuzel, vannasi, hojatxona, rafinalari qo'yilgan. Mana bu oxirgi xona. 2,5 sotix tayyor podключ yangi uchastka. Narxi 170 ming dollar. Toshkent tumani Qizg'aldon mahallasi, Kirov Olmazor ko'cha bo'ladi. Telefon nomerlar pastda, lokatsiya Telegram kanalida.